Yo'l harakati qoidalarini bilmaydigan shofirlar uchun yana bitta izoh o'rtoqlar. Toshkentda Mirzo Ulug'bek tumani Buyuk Ipak yo'li ko'chasi Sultoniyaga o'tish ko'chasida mana shu yerda shunaqa 3.2 taqiqlovchi belgi, harakatlanish taqiqlanadi. Belgisi turibdi, pastroqda gaylar bor. Lekin baribir avtomobillar juda ham ko'p pastga qarab tushib ketyapti. Ko'plar marshrutniy transport bo'lsa, ularga ruxsat bor, lekin oddiy avtomobillarga, o'sha yerda istiqomat qilmaydigan avtomobillarga ruxsat yo'q o'rtoqlar. Ko'plar o'sha ko'chaga kirib ketyapti. Pasi Koltsevoyga, ya'ni Qorasuv tomonga chiqib ketadi. O'shani to'g'riga ketib, Maksim Gorkiyda tomonga o'tib ketib, o'sha yerda razvorot qilib ketish kerak. Lekin mana ko'ryapsizlar o'rtoqlar, ko'p shofirlar mana bu Laboy ham, bu Vodovoz ham o'sha ko'chaga kiryapti. 3.2 belgisi turibdi, harakatlanish taqiqlanadi. Ikkita tomondan ham ogohlantirish va ko'chani ustida ham ogohlantirish turibdi. Faqat o'sha yerda istiqomat qiluvchi va boshqa o'sha ishlar bilan, o'sha ko'chaga ish bilan kiradiganlarga mumkin. Lekin juda ko'p shofirlar ko'ryapsizlar kirib ketyapti. Mana Labo kirib ketdi, u tomondan BYD kirib ketdi. Yana hozir ko'p avtomobillar o'sha yerga kirib ketadi.